Video boshlanishidan avval shuni alohida ta'kidlamoqchimiz. Ushbu asar mutlaqo to'qima bo'lib, haqiqiy hayotimizdagi ijtimoiy, siyosiy yoki diniy qarashlarimizga hech qanday aloqasi yo'q. Ushbu loyihadan asosiy maqsadimiz yo'ldagi, uydagi yoki bekorchilikdagi bo'sh vaqtingizni ijtimoiy tarmoqlarda behuda sarflamay, eng sara asarlarimizdan bahramand bo'lishingizga imkon yaratishdir. Marhamat, tomoshani boshlaymiz. Subaru bu hali shunchaki boshlangich sinov ekanini o'ylab, bunday maxluqqa duch kelishni umuman kutmagandi. Shu payt ketma-ket chiqqan tizim oynalari unga ochkolar berilganini va faqat shu bosqichda ishlaydigan maxsus do'kon ochilganini xabar qiladi. 2400 ochkosi borligini ko'rgan Subaru, o'tmishda o'zi ham umuman ko'rmagan bu do'konni qiziqib ochadi. Narsalar narxi 5 dan 2000 ochkogacha ekanligini ko'rib, xarid qilsa ham ancha zaxirasi qolishini tushunadi. Shu payt uning diqqatini nodir darajadagi qurol tortadi. Bu yerda iblislar urug'i yasagan nomsiz iblis qilichini sotib olish mumkinligi uni hayratda qoldiradi. Qilich qanchalik o'ziga jalb qilmasin, sog'likni tortib, charchoqni oshiradigan chaqmoq qobiliyatidan foydalanish uchun unga iblis qilichi emas, balki muqaddas qilich kerak edi. Yaxshiyamki ko'p o'tmay uning ko'zi roppa-rosa o'zi izlayotgan shunday qurolga tushadi. Bu Miranda deb nomlangan muqaddas qilich edi. U charchoqni pasaytirib, jang qilish vaqtini uzaytirib berardi. Shunday bo'lsa-da, u vayronkor kuchni ustun qo'yib, iblis qilichni tanlash haqida ham o'ylab qoladi. Ikkala qurol ham 100% kafolat bermagani uchun Subaru ochkolarini qay biriga sarflashni bilmay ikkilanadi. Menyuni pastroqqa tushirganida uning ko'zi ochkozlik ponasi deb nomlangan F darajali mahoratga tushadi. Bu mahorat qobiliyat va buyumlarning nojo'ya ta'sirini bostirardi. Mahoratning o'zi 1400 ochko tursa-da, uni ishlatish uchun 10,000 kredit talab qilinardi. Subaru oldin bunday mahoratni umuman ko'rmaganini va ehtimol bu iblis qilichi hamda chaqmoqning salbiy ta'sirlarini yo'q qila olishi mumkinligini anglab yetadi. Shunday bo'lgan, Subaru tavakkal qilib, iblis qilichi va mahoratni bir vaqtda sotib oladi. Ularni sinab ko'rarkan, xuddi kutganidek o'zaro juda yaxshi moslashishini tushunadi. Faqat bitta mahorat bilan qiynalib yurgandan ko'ra, boshdanoq shu qilich bilan ishlash ancha ma'qul qaror edi. Qilichni tanigan Hyuger uning bu tanlovini yaxshi baholasa-da, nazoratchi sifatida yigitning muddaosini tushuna olmay, nima uchun bunday qilganini so'raydi. Garchi qurol va mahorat bir-biriga mos kelsa-da, Hyuger buning samara berishiga ishonmayotgandi. Subaru unga hamma narsani maydalab tushuntirib berishim kerakmi deydi. Hyuger asabiylashib, unga odob qoidalarini eslatib qo'ydi. Subaru darhol o'zini o'nglab, rasmiy ohangda gapirishga o'tgach, Hyuger uni imtihondan charchagan deb hisoblab, bu qo'polligidan ko'z yumishini aytadi. Subaru aslida uni tanigandi. Xotirasida yosh Hyuger undan dastxat so'ragan paytlar gavdalanadi. O'shanda Subaru dastxati yo'qligini aytganda, Hyuger shunchaki ismini yozib berishi ham yetarli ekanligini aytgandi. Subaru zamonlar o'zgarganini, asosiysi esa Hyuger butunlay sochidan ayrilib, tepakal bo'lib qolganini o'ylaydi. U Hyugerning savollariga javob berishni umuman istamaydi va undan imtihon sirlarini ochiqlamasligini talab qiladi. Hyuger xo'rsinib, yigitdagi odob axloq yetishmovchiligini o'zi to'g'rilab qo'yishini aytadi va uni Ritsarlar gildiyasiga taklif qiladi. Subaru buni so'zsiz rad etadi. Hyuger nazoratchining kimnidir shaxsan o'z jamoasiga taklif qilishi juda kamyob holat ekanligini aytib, uni shoshmay, bemalol o'ylashni aytadi. Biroq Subaru unga umuman quloq solmay, ikkinchi qavatga o'tib ketadi. Hyuger qattiq ranjiganini aytadi. Subaru esa sarguzashtchilarga to'la bo'lgan ibtido yeri nomli ikkinchi qavatda paydo bo'ladi. U nihoyat bu tanish joyga qaytgani va odatda hech kimga berilmaydigan ikkinchi imkoniyatni qo'lga kiritganini his qiladi. U endi halok bo'lgan va uni qayerdadir kutayotgan do'stlari hurmati uchun hammasini oldingidan-da mukammalroq bajarishi shart edi. Yangi mahoratlarni sinab ko'rish niyatida u o'yinchilar tez-tez kelib turadigan shaxsiy mashg'ulotlar markaziga boradi. Qabulxonadagi xodim yigitning endigina ikkinchi qavatga ko'tarilganini bilib, unga ichida oddiy somon qo'g'irchoq bor bo'lgan birinchi xonani maslahat beradi. Biroq Subaru 5-xonani tanlaydi. Xodim hayron bo'lib, bu shunchaki pulni havoga sovurish ekanini tushuntirmoqchi bo'ladi. Subaru g'amxo'rligi uchun unga rahmat aytib, baribir shu xonani 30 daqiqaga ijaraga oladi. Xodim unga yarim yo'ldan qaytsa, puli berilmasligini aytib, uning o'zini xuddi serial qahramonidek tutishidan hayratlanardi.
Subaru pul to'lab, xona raqami qancha yuqori bo'lsa, ichkaridagi sinov shuncha qiyin bo'lishini tushunardi. Axir hech qanday jihozlarsiz kelgan yangi o'yinchiga odamlarning bunday shubha bilan qarashi mutlaqo tabiiy hol edi. 5-xonaga kirgach, u jiddiy mashg'ulotni boshlash vaqti kelganini aytib, qilichni qinidan sekin sug'ura boshlaydi. Qilich uni o'zining haqiqiy egasi deb tan olib, salomatligi va ma'nosini so'rish evaziga yigitning qobiliyatlarini vaqtincha kuchaytiradi. Shu ondayoq ochko'zlik bonasi faollashib, qurolning nojo'ya ta'siriga qarshilik ko'rsatadi va unga kuchining bir qismini qaytaradi. Lekin zararni to'liq to'sa olmay, Subaru charchoqni his etdi. Uning mahorati zaif edi. Qilich ko'p kuch so'radi. Subaru qon tufladi. Kuchi esa shuncha oshdi. Bu rostdan ham mening chegarammi deb ikkilansa-da, hammasi asosan u kutgandek bo'layotgandi. Subaru 10 ming kredit evaziga ochko'zlik bonasini Y darajaga ko'taradi. Qo'llarining qaltirashi bosilib, qilichning nojo'ya ta'siriga qisman qarshilik ko'rsatishga erishadi. U yana zarba berganda, qurol yanada ko'proq sog'liq so'rib, qobiliyatlarini battar kuchaytiradi. Buni g'alaba deb bilgan Subaru o'z kuchini sinab ko'rish uchun to'g'ridan-to'g'ri tuzoqlar tomon otiladi. Birozdan so'ng, mudrab qolgan qabulxona xodimi yonidan o'tgan sharpadan cho'chib uyg'onadi va tush ko'ryapman deb o'ylaydi. Chunki binodan butunlay qonga belanib chiqib ketayotgan odam aynan Subaru edi. Oradan hali 10 daqiqa ham o'tmagandi. U 5-xonaga kirib ketgan o'sha yigit ekaniga xodim sira ishona olmasdi. Xodim eshikni taqillatib, u hali ichkaridami yoki yo'qmi deb xabar olmoqchi bo'ladi. Eshikni ochgach, xona butunlay vayron qilinganini ko'rib dahshatga tushadi. Ertasi kuni Subaru o'z karavotida uyg'onadi. Butun tanasi qotib qolgandan u qancha uxlaganini ham bilmasdi. Bu oddiy la'natlangan qilich bo'lganda bunchalik oson qutula olmasligini bilardi. Jismoniy zo'riqish oshgan bo'lsa-da, u qurolning kuchini yuzaga chiqardi. Axir hozirgi statistikalar bilan uni jangda ishlatish tugul, yerdan ko'tarish ham amr mahol edi. Ochko'zlik bonasi va qilichning mosligi mukammal. Shuning uchun chaqmoq qobiliyatini ham xuddi shunday qo'shib ishlatsa bo'ladi. Muammo shundaki, mahoratni oshirish qimmat, u esa hozir o'ta qashshoq. U kreditlarni tejashgacha borgandan noliydi. Shu payt tashqarida 2-qavatga ekspeditsiyaga keldim deb boshqalar bilan ko'rishib baqirayotgan yigitning ovozi eshitiladi. Bu Subaruga uning o'zi ham o'yinni endi boshlagan paytlarni eslatib yuboradi. Bugungi efir mavzusi yoshlarning zamonaviy kiyimlari narxi haqida bo'lib, hammadan bunga tayyormisiz deb so'raydi. Kimdir 1000 kredit jo'natgach, minnatdorchilik bildirib, qahvani boshidan quyib yuboradi. Atrofdagilar hayratda qolishar edi. Hatto Subaru yigitning aqli joyidami deb o'ylanadi. Kreditlar ishlash yo'llarini izlayotgan Subaru hozir o'yinchiga qarshi o'yinchi davri ekanini, ko'pchilik jonli efirda pul topayotganini bilib oladi. Boyagi yigitning qilmishi tushunarli edi. Shu payt kimdir uni tanib, "Rostdan bu yerga keldingmi? Seni bu yerda uchratish qiziq-ku. Shu atrofda qolyapsanmi?" deb so'raydi. Subaruning tanasi bunga beixtiyor qattiq qo'rquv bilan javob qaytarardi. Aftidan, ularning o'tmishdagi munosabatlari umuman silliq kechmagan. Yigit uni o'zini eshitmaganga olmasligini, bo'lmasa devorga gapirgandek bo'lishini aytadi. Qo'llari qaltirayotgan Subaru bu oddiy qo'rquv emasligini his qilib, bu qavatga endigina chiqqanini aytadi. Yigit uni ko'rib hayratlanadi. "Sendek ojizni goblinlar g'ajib tashlagan deb o'ylovdim. Sinovdan o'tganing g'alati." Subaru bu tananing xotiralari orqali uni taniydi. Bu avvalroq tilga olingan Isak edi. Hikoya boshida Subaru axlat qutisida uyg'onganda, uni o'sha yerga aynan Isak tepkilab tashlab ketgani ma'lum bo'ladi. O'shanda Subaru nega bunday qilayotganini so'raganda Isak, "Menga tik qarashga qanday hadding sig'di?" deb do'q qilgandi. Yigitning ismi Isakning g'ashiga tegardi. U oddiy buyruqlarni ham eplay olmasdi. Isak uning ota-onasi shunday aqlsiz farzandidan kuyinishni aytib, Subarudan nimanidir tortib ola boshlaydi. Subaru topib kelgan kreditlar yetmagani uchun shunday qilishga majbur bo'lganini aytib, o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Isak esa uning ko'kragiga qattiq tepib, endi uning uyi shu axlatxona ekanligini aytadi. Isak unga axlatxonadan chiqmaslikni, aks holda oqibati yomon bo'lishini uqtirgandi. Subaru bu tananing eski egasi qanday ahmoq bo'lganki, indamasdan kaltak yeb yuravergan deb ichida o'ylanadi. Isak 20 bosqichgacha o'tib, otasining rekordini yangilagani va nazoratchi uni tinmay maqtaganini aytib maqtanadi. Mukofot tariqasida u mashg'ulotdagi eng yuqori hisoblangan B darajali mahoratni qo'lga kiritibdi. Endi shuni nishonlamoqchi. Subaru ketishga chog'lanadi. Isak esa unga qaytishda o'ziga qahva olib kelishni buyuradi. Subaru gapingni yana qaytar deganda, Isak ensasi qotib uning doimgidek qaysarligini aytadi. Biroq
Subaruning qo'rqmasdan to'ppa-to'g'ri ko'zga tik qarab turganini ko'rib, "Qo'rquv nimaligini unutdingmi yoki ruhing boshqasiga almashib qoldimi?" deb hayratda qoladi. Subaru kreditlari yo'qligini, qahvani o'zi sotib olishi mumkinligini aytadi. Isak unga joyiga o'tirishni buyuradi. Subaru uni chetlab o'tarkan, bu tananing o'ch olishiga vaqti yo'qligini, lekin Isak unga xalaqit bersa, hammasi boshqacha bo'lishini aytadi. Shu payt Isak uning qo'lidan tutib, to'xtatib qoladi va qochqin axlatning oqibati qanday bo'lishini ko'rmoqchimi deb so'raydi. Subaru o'zi uchun yaxshisi qo'lini qo'yib yuborish kerakligini aytadi. Atrofdagilar qarab turganida, Isak jahldan yonib, unga haddidan oshmaslikni aytadi. Biroq odamlar oldida to'polon ko'tarish vaziyatni chigallashtirishini tushunib, soxta kulgi bilan "Agar sizlarga ushbu manga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, ushbu manganing yana ham ko'proq qismlarini ko'rishni istasangiz, Telegramdagi VIP kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki Telegram orqali Manga Dunyo adminga yozing. Uni shunchaki oldingidek qo'rqitmoqchi bo'lganini va hamon o'sha qo'rqoq ekanligini aytadi. Isakning fikricha, Subaru sinovdan zo'rg'a o'tganiga shunchalik kerilyapti, ammo u asl kimligini unutmasligi zarur. U kabi zaif shaxs qarshilik ko'rsata olmasligini, xohlasa qudratli otasi orqali uni jimgina, mutlaqo issiz yo'q qilib yuborishi mumkinligini aytib, po'pisa qiladi. Ketayotib u ataylab, "Do'stim, ehtiyot bo'l" deb tayinlaydi. Subaru qanaqa do'st ekan u deb asabi buziladi. So'ng o'yinchilarning rivojlanishi uchun ikkita asosiy yo'l borligini tushuntiradi. Birinchisi, minora sinovlardan o'tib kuchayish. Sinovga kirish pulli, ammo u yerda xavfsizlik kafolatlangan. Virtual makonda o'lsangiz ham joningiz omon qoladi, faqat pulingiz va natijangiz kuyadi. Ikkinchi asosiy yo'l esa ov qilish. Xavfsiz hududlardan tashqariga chiqib maxluqlarni ovlash yoki zindonlarni tozalash orqali ham o'z darajasini o'stirish mumkin bo'ladi. Bu usul orqali o'sish minora sinovlariga qaraganda ancha tezroq kechadi. Ammo bu joylar haqiqiy dunyoda joylashgani sababli u yerda o'lsangiz rostdan ham o'lasiz. Subaru pichirlayotgan orklar uyasi degan zindonga yo'l oladi. Odatda o'yinchilar hayotini xavf ostiga qo'ymaslik uchun ovdan qochishardi. Biroq Subaru uchun xavfsizlik bu sekinlik degani. Yo'l qanchalik xavfli bo'lsa, o'sish shuncha tezlashadi. U planshetidan jonli efirlarni titkilarkan, kimdir Subaru Narukami nomi ostida 80 ming tomoshabin yirganiga ko'zi tushadi. Efirdagi yigit endi 3-qavat sinovga kirishini e'lon qilardi. Subaru uning o'tmishdagi nomidan yana qancha odam foydalanib yurgan ekan deb o'ylanib qoladi. Shu payt kimdir o'sha yigitga vazifa berib 20 ming kredit jo'natadi. Boshqalar ham tinmay pul tashlayotganini ko'rgan Subaru xatoga yo'l qo'yganini tushunadi. Boshqalar efir orqali osongina pul topayotganda, u hayotini xavfga qo'yib maxluq ovlardi. U shu haqda o'ylab, orkning tanasidan qilichini sug'uradi va qirg'inni davom ettirishga qaror qiladi. G'ordan tushib kelayotgan orklar orasida u boshliq generalni ko'rib qoladi. Subaru o'tgan safargi zaharli ninasi yo'qligini, biroq bugun undanda kuchli quroli borligini aytadi. Qilich salomatligini so'rib, kuchini oshirganida, ochko'zlik ponasi uning nojo'ya ta'siriga qarshilik qiladi. U juda bandligini, axlatlarga sarflaydigan vaqti yo'qligini aytib, oldinga otiladi va birinchi qatorni yorib o'tadi. So'ng havoga sakrab, qilichini aura bilan qoplaydi-da, pastga qarab kuchli zarba beradi. Ork generali nima bo'lganini anglashga ham ulgurmay, boshi uzilib ketadi. U oxiri uyani tozalab chiqadi va ataylab o'tmishda taqqan niqobini sotib oladi. Endi streamerlar qanday pul topishni tushunib yetganini va agar bu ishga kirishsa, o'zi eng zo'r uddalaydigan yo'ldan borishni aytadi. Garchi bu ommabop trend bo'lsa-da, oxir-oqibat haqiqiy Subaru uning o'zi edi. Shu tariqa u o'zining jonli efirini boshlaydi. Janub ko'ngilochar agentligi kompaniyasida efirlarni kuzatayotgan ayol to'satdan qichqirib yuboradi. Yonidagi yigit cho'chib tushganda, u bu vazifani hatto 5 kishi birgalikda ham eplay olmasligini, bu mutlaqo aql bovar qilmas ekanini aytadi. Yigit gap nimadaligini so'raganda, u Sobekichi ismli kimdir haqida gapiradi. Yigit, yana bir soxta Subaru Narukamimi deganda ayol, kim bilsin deya javob beradi. Hamma yopirilib Subaruga taqlid qilayotgandan to'ygan ayol streamerlik davri o'lyapti deb hisoblardi. Yigit bunday vahima qilmaslikni, axir streamerlar ortidan kun ko'rishayotganini aytadi. Hatsuka ismli bu ayol gapida jon borligini, biroq ular buning mohiyatini tushunmasligini aytadi. Hayotini tikib minoraga chiquvchi o'yinchilar ham buni zerikarli deb bilishardi. Yigit undan nega minoradan voz kechib bu yerda yurganini so'raydi.
Hatsuka Minora unga zerikarli bo'lib qolganini, qolaversa, yigit ham buni tashlaganini eslatadi. Yigit o'zida iqtidor yo'qligi uchun ketganini, qiz esa Minoraga faqat Subaru bilan uchrashish uchun chiqqanini aytadi. Maqsadidan ayrilgach, uning butun motivatsiyasi yo'qolishi tabiiy hol edi. Shu payt Hatsuka kompyuterga qarab hayratda qoladi. Bu nima? Bu yerda ajoyib bir bola bor-ku. Yigit yana bir g'alatini topdingmi deganda, u bu yana navbatdagi Subaruga taqlid qiluvchi yigit ekanligini aytadi. Yigit norozi bo'lib, atigi bitta tomoshabin bo'la turib iqtidorlarni izlash qanday bo'lishini so'raydi. Hatsuka o'zi yagona tomoshabin ekanini tan oladi, lekin niqobli o'yinchini ko'rganda umidvor bo'lishdan o'zini tiya olmasligini aytadi. U yigitdan 1000 kredit so'raydi. U esa uzr so'rab yolvoradi. Nima bo'lganini tushunish qiyin edi. Voqealar Subaruga qaytadi. Ikkinchi qavatning ilk sinovi vaqti kelgandi. U ibtiddo zindonini tozalash kerak edi. Yengilgan mahluqlarga qarab yutuq bollari berilardi. Bu uncha qiynmasligini, ammo kimdir kuzatayotganini his qilish katta bosim ekanini aytadi. Pulni sevuvchi ismli tomoshabin qaysi qavatdaligi, bu yerga birinchi kelishimi deb so'raydi. Subaru bu uning ilk sinovi va ikkinchi qavat ekanini aytadi. Pulni sevuvchi yangi bo'la turib efir qilishi qanchalik to'g'riligini so'raydi. Subaru oldinga yurarkan, shiftdagi maxluq unga tashlanadi. U darhol maxluqni yerga urib o'ldiradi va birinchi yutuq bollini oladi. So'ng yangi o'yinchi efir qilishda muammo bormi deb so'raydi. G'or ichkarisiga kirgach, tomoshabinlar uchtaga yetadi. Oq uning reaksiyasi dahshatligini aytib, ikkinchi qavatdagilar ham efir qilyaptimi deydi. Pulni sevuvchi bundaylarni ba'zan ko'rishini, lekin tomoshabin o'smagach, tezda buni tashlashlarini aytadi. Uning fikricha, jamoa bilan yurish xavfsizroq edi. Subaru maslahatga rahmat aytib, qiyinchiliklarni yolg'iz yengishni ma'qul ko'rishini bildiradi. Chetdagilar uning ustidan kulishganda, ikkala tomoshabin ham uning ahvoli voyligini aytishadi. Subaru o'z ismidan foydalanib, hech narsa qilmay ham tomoshabin yig'ayotganini aytadi. Ortida yerdan maxluq o'rmalab chiqib, to'ppa-to'g'ri uning oyoqlariga tashlanadi. Subaru qilichni olib, maxluqni xuddi golf ko'ptog'idek urib uchirib yuborarkan, hozircha qanchalik uzoqqa bora olishini ko'rmoqchiligini aytadi. Loy maxluqini yengach, u 2 bol oladi. Chatdagilar zarbaning tezligidan uni hatto ko'rmay qolishganini yozishardi. Tepadan yana ko'plab ko'rshapalaklar uchadi. Subaru bir zarbada ularning teng yarmini kesib tashlaydi va eng kam harakat bilan oldinga intiladi. Pulni sevuvchi bu qanday dahshatligini so'raydi. Chat hayratda edi. Uning endi 10 ta kuzatuvchisi bor edi. Maxluqlarni qirib tashlab, yanada ko'proq bol yig'adi. Subaru bir to'dani yo'q qilib, tovushga e'tibor berilsa, dushmanning yo'nalishi va sonini bilish mumkinligini aytadi. Chatdagilar uni umuman yangi o'yinchiga o'xshamasligini aytib, darajasini so'rashadi. U esa nimadir haqida o'ylayotganini aytadi. Aslida esa bu yerdan chiqishdan avval iloji boricha ko'proq yutuq ballarini to'plashni maqsad qilgandi. Tomoshabinlar uning faqat to'g'riga qarab yurganini tanqid qilib, oldindan yaxshiroq reja qilish kerakligini yozishadi. Agar sizlarga ushbu manga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha, ushbu manganing yana ham ko'proq qismlarini ko'rishni istasangiz, Telegramdagi VIP kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki Telegram orqali Manga Dunyo adminga yozing. U oldinga yurishda davom etarkan, to'satdan to'xtab tepaga qaraydi va butun boshli ko'rshapalaklar to'dasini ko'radi. Ular bir varakayga ko'zlarini ochib, unga tikilib turishardi. Chatdagilar uning ishi bitganini yozishadi. Shu payt mening yolg'iz efirim unga vazifa beradi. Barchasini yengsa 100 kredit oladi. Odamlar pulning ozligidan kulib, bu qopqon ekanini aytishsa-da, Subaru unga rahmat aytadi. Janub ko'ngilochar agentligida esa yigit stolga mushlab, nima xato ketganini so'raydi. 6-qavatgacha hammasi yaxshi edi. O'yinda yutqazgach esa yigit pulini qaytarib olishni xohlardi. U Hatsukaga qarab, qattiq baqirib yuborganidan uzr so'raydi. Qiz esa jimgina telefonga qarab qolgandi. Yigit undan nimaga bunchalik tikilib qolganini so'raganda, Hatsuka nimadir g'alati ekanini aytadi. Yigit pul kuyganiga siqilmaslikni, o'zi to'lashni aytganda, qiz gap pulda emasligini, bunga o'sha Subaru sababchiligini aytadi. Yigit asabiy tarzda shu efirni ko'ryapsanmi deb ekranga qaraydi-yu, o'zi ham hayratga tushadi. Tomoshabinlar Subaruning telbalarcha mahoratidan aqldan ozayotgandi. Yigit u qanchasini yer tishlatganini so'raganda, Hatsuka hammasini deydi. Subaru qilichini ko'taradi va o'tmishi eslaydi. Sefirot uning ajoyib ekanini aytgandi. Hatto havoda zarba yo'nalishini o'zgartirganda ham uning nafasi va qat'iy nigohi o'zgarmasdi. Subaru u nimani nazarda tutayotganini so'raydi.
Sephirothning aytishicha, u dushmanni bir zarbada qulatayotgandek tuyulsa-da, aslida u dushman harakatlarini to'liq hisob-kitob qilayotgan edi. U buni qanday eplayotganidan hayratda qoladi. Subaru o'ylanib, bunda o'zgacha narsa yo'qligini aytganda, Sephiroth uning asabga tegayotganini aytadi. Subaru ehtimol uddalay olmagani yaxshidir desa, u odatda buning umuman iloji yo'qligini aytadi. Aslida bu avval tomda ko'rganimiz Shigurey edi. Uning aytishicha, ko'rshapalaklar to'dasini yo'q qilishda har birini alohida nishonga olish shart emas. Ular doim boshni oldinga cho'zib hujum qiladi. Demak, to'da qancha katta bo'lsa, shuncha oson nishon paydo bo'ladi. Subaru oxirgi uchtasini ham chopib qulatadi. Chatdagilar esa avval uni nonoq deganlar, endi o'rtaga chiqishi kerakligini yozishardi. Mana shunday qilinadi deydi Subaru. Chatdagilar buni yomon tushuntirish deya, o'zlari yuqori qavatda bo'la turib, pastdagi o'yinchidan dars olayotganidan norozi bo'lishadi. Subaru ular bilan muloqot qilish og'irligini aytadi. Pulni sevuvchi esa kreditni qabul qilishni eslatadi. Subaru planshetga qarab dovdirab qoladi va buni qanday olishni so'raydi. Pulni sevuvchi uning ustidan kulib, chindan ham yangi o'yinchi ekanini aytadi va chat qutisidagi tugmani bosishni o'rgatadi. Subaru minnatdorlik bildirib, 20 ta tomoshabini borligi uchun keyingi hudud oxirgisi bo'lishini aytadi. Shu payt Hatsuka qichqirib, o'zini to'xtata olmayotganini bildiradi. Yonidagi yigit esa uning baqirig'idan qulog'i kar bo'layotganini aytib, g'azablanadi.